Sizlar juda ham uzoq kutgan modelimizdan keldi. Mana bunaqangi mini elektrobaykimizdan keldi. Ko'rsangiz ham bo'ladi. Juda ham ko'pchilik mijozlar so'rab turishadi. Bu qish faslidan bas kelgan yo'q bizga buni. Ko'rsangiz ham bo'ladi, o'sha oldingi modeldan keldi. Fon elektronli oldi parallel aynasi ahamiyat berib qo'ysa juda ham chiroyli qilib chiqarilgan. Vid tomonidan juda ham go'zal bo'ladi va ancha-muncha bagati bo'ladi bu modelimiz. Endi bunaqangi tormozlar hammasi jidkisli bo'ladi, tablolar elektronli bo'ladi. Buni bemalol pult o'zidan mana tavakkal ketsana bo'ladi. Yonida pult kartalari bo'ladi o'ziniki. Arqa tomonda ko'rishdan ko'rsanglar juda ham chiroyli qilib chiqarilgan modelimiz. Arqa tomon balonlarga ahamiyat berib qo'ysa ancha-muncha shiroki bo'ladi va hammasiniki jidkis tormozi bilan ko'rsangiz bo'ladi. Arqa tomon faradan juda ham chiroyli qilib chiqarilgan, o'zgacha dizaynda bo'lgan. Bu modelimizga 32 kg akkumulyator oltita qo'yilgan mana. Bu sizlarga bir 50, 60, 70 km masofa bosib o'tishga bemalol yetib beradi. Xudo xolasa buni tezligi kiradigan 70-80 km sozligingiz chiqib beradi. Bu modelimiz narxi keladigan bo'lsa, atiga $900 dan xarid qilsa ham bor, e'tibor beringlar. Bu modelimiz oldin $1000 atrofida sotganmiz. Hozirgi kelgan yangi modellarda atiga $900 dan xarid qilsa ham buni butun O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Buni naqdga olsa ham bo'ladi. Cheres uzunlashib opinatsiya orqali beriladi. Unda ham sizlarga dokumentlarni yoki pasportlaringda plastik kartaning оборотlar yaxshi bo'lgan bo'lishi kerak. Xudo xolasa ko'rsangiz bo'ladi. Modelimizni butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilamiz.